Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Mana shunday bir ulug' muborak kunga, muborak kechaga siz va bizlarni Alloh nasib qilibdi. Bu uchun shukronamiz bo'lsin va albatta umid qilamiz bu kechani Alloh bizlarga xayr va barakotlarni nasib aylasin. Bugun bir tarafdan xursand bo'ladigan kun, ya'ni mana shunday Ramazonda eng ulug' kechasi. 1000 oydan yaxshiroq deb ta'riflangan kechaga qolaversa, Xatmi Qur'onning yakuniga to'planib turibmiz. Bundan albatta xursandmiz. Ikkinchi bir jihati biroz ko'nglimizni xafa qiladigan tarafi Ramazon tugab qolyapti. Xatmi Qur'on tugab qolyapti. Mana shunday ulug' bir imkoniyatdan imkon qadar foydalangan bo'ldik. Alloh bizlarga buni manfaatli qilsin. Va qolgan kunlarida ham yana mana bugundan tashqari 3 kun qolgan bo'lsa, 2 kun qolgan bo'lsa, o'sha 2 kunini ham chiroyli holatda yaxshi amallarda ulgurmay qoldim degan odamlar imkoniyat bor, yana xayri ihson qiladimi, tilovat Qur'on qiladimi, bir yaxshi amallar bilan o'tkazib olishlikka Xudo imkon bersin va qodir qilsin. Bugun avvalida o'qiladigan suralar haqida bir oz ma'lumot beramizda va inshaalloh bugun demak Xatmi Qur'onning yakuni bo'lganligi bois va bugun Qadr kechasi bo'lganligi sabab bu taroveh namozimizni o'rtalarida ham bir 10-15 daqiqalik bir ozgina yengil suhbat qilamiz. Shoyatki o'sha suhbatimiz ham biz uchun bir foydali bo'ladigan umiddamiz. Bugun endi demak o'qiladigan suralarimiz deyarli yarim pora sura qolgan. Vas-samai zatil buruj surasidan boshlab o'qiladi. Mana shu suralar haqida ba'zi bir oyatlar haqida to'xtalib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Was-samai zatil buruji wal yawmil maw'udi wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdudin nari zatil waqud. Idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Mana shu oyatlardan ba'zi birlariga to'xtalsak, Alloh subhanahu va taolo o'sha qiyomatdagi holat, do'zax holatlarini bayon qilib, do'zaxni aytadiki, yoqilg'isi ko'p, qattiq isigan olovdir. U kofirlar o'sha chuqurlar atrofida o'tiribdilar va ular mu'minlarga qilayotgan narsalariga o'zlari guvohdirlar deydi. O'sha qiyomatdagi kofirlarni do'zaxdagi azoblari haqida bir ozgina demak bu yerda bayon bo'ldi. Va yana boshqa bir suralarda mana shu keyingi At-Toriq suralari va undan keyingi Vash-Shamsi suralari o'qilar ekan, bu suralar ham albatta o'ziga xos har birlarini fazilatlari va sifatlari, barakotlari bor. Va ana undan keyingi G'oshiya surasi, birin-ketin mana shu qolgan suralar Fajr surasidan keyingi bu suralar har birlari demak Balad surasi ekan mana. Va bu yerda biz bir surani sizlarga uchun bir aytmoqchi edikki, Zalzala degan sura bor. Bu zalzala biz o'zimizda ishlatgan zilzila degan so'z bevosita o'sha bilan bog'liq. Bu o'sha zilzila bo'lishlik bayon qilingan suralardan va albatta bundagi yana biz bugun o'qiladigan aynan mana shu bugungi kunga bog'liq bo'lgan Surai Qadr surasi o'qiladi. Qadr kechasi haqidagi sura. Ana shu va yana Qur'oni Karimdagi eng birinchi nozil bo'lgan oyatlar. Bu o'sha Alaq surasining avvalgi 5 oyati. Iqro bismi robbikallazi xalaq deb boshlangan sura. Mana shu ham bugungi demak o'qiladigan suralarimiz qatorida ekan. Va bugun demak ham xatmining yakuni ham Qadr kechasi bo'lganligi bois demak Qadr kechasining surasini bir o'qib tafsir qilsak. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Alloh taolo aytadi, albatta biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Va Qadr kechasi qandoq narsa ekanini sizga nima bildirdi? Laylatul qadr 1000 oydan yaxshiroqdir deb Alloh o'zi bayon qiladi. Demak mana shu
Qur'oni Karimni Laylatul Qadr kechasida nozil bo'lganligi sababdan bu Qadr kecha bo'ldi. Qur'onning ulug'ligi sababidan bu kecha Qadr bo'ldi. Qur'on o'sha Qadr kechasida nozil bo'lishligini qanday tushunamiz? Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga, Baytul Izzaga, demak o'sha Qadr kechasida bir jumla holatda, shu to'laligicha biz aytadiganimiz 30 pora deb gapiramizmi? Ana o'sha 30 pora holatida Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga, Baytul Izzaga nozil bo'lgan aynan mana shu kechada. Va aynan mana shu kechada nozil bo'lganligi uchun bu kecha eng qadrli kecha bo'ldi. Va Jabril alayhisalom farishtalarning eng ulug'i. Nima uchun eng ulug'i desa, u Jabril alayhisalom ham Qur'oni Karimni payg'ambar alayhisalomga nozil qilgan, olib tushganligi sababidan u farishtalarning eng ulug'i bo'ldi deyiladi. Endi Qur'oni Karimni yodlagan odamlar ham insonlarning eng ulug'lari bo'ladi, sababi unda Qur'on bor. U odam Qur'onni yodlaganligi bois, demak insonlar orasida ulug' ahlulloh degan nomga loyiq insonlar bo'ladi. Alhamdulillahki bizda mana bu masjidimizda qorakalarimiz bizga shu xatmi Qur'onni o'qib, eshittirib bo'ldilar. Alloh bulardan rozi bo'lsin. Xizmatlarini Alloh qabul qilsin. Endi mana bu suramizning davomida Alloh demak o'sha Qadr kechasini 1000 oydan yaxshiroq davr deb ta'rifladi. 1000 oy bilan barobar demadi, balki 1000 oydan da yaxshiroqdir dedi. 1000 oydan ham demak yaxshiroq. Endi bu kechada bo'ladigan bir voqeani aytadiki, tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Bu kechada Qadr kechasida farishtalar va ruh, ya'ni bu ruhdan maqsad o'sha hozir aytganimiz farishtalarning eng ulug'i bo'lgan Jabril alayhisalom tushuniladi. Mana shu Jabril alayhisalom birgalikda Qadr kechasida Allohning izni bilan barcha ishlar uchun yer yuziga tushadilar deydi. Qachongacha bular yer yuzida bo'ladi desa, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ular endi to tong otgunigacha, ya'ni bomdodning vaqti kelgunigacha, subhigacha, demak butun dunyodagi bor farishtalar yer yuziga tushar ekan. Ulamolar kitoblarda aytadi, shu farishtalarning ko'pligidan agar bir igna yerga tushsa, yerga yetib kelmaydigan darajada farishta ko'p bo'ladigan holat bu kecha bo'ladi inshaalloh. Va aytadiki, yana mana shu kechada bedor bo'lib, ibodat bilan mashg'ul bo'lgan, mumkin Qur'on o'qidi, mumkin namoz, nafl o'qidi, shunaqa odamlarning yoniga kelgan farishtalar unga tegib qolsa hisob. O'sha odamning badani, jasadi mutlaqo do'zaxga harom bo'ladi deyiladi. Shunaqa bir ulug' imkoniyat kechasida turibmiz. Albatta mana bu kechadan chiroyli foydalanib olishlikni Alloh bizga nasib aylasin. Endi shayton bor, bizni vasvasa qiladi. U 1000 oydan ortiqroq savobga ega bo'lishimizni xohlamaydi. Bizni chalg'itadi, u yerimizni, bu yerimizni og'ritadi, shu og'riganga o'xshatadi to'g'rirog'i. Belimiz qotib qoladi, oyog'imiz tolib qoladi, boshimiz aylanib qoladi, charchab qolamiz, qiynalib qolamiz. Deydi, bo'ldi, shunchasi yetadi deydi. Boshqalar bunchalik ham qilmadi-yu. Sen bugun xatmiga chiqib kelding-yu, sen duoda qatnashib kelding-yu, sen shuncha kun qatnashding-yu degan bir vasvasalar bilan bugun uxlatib qo'ymasin. Bugun bir ibodatni mahkam qilib, belni mahkam boylab, bir Qadr kechasini chiroyli kutaylikki, Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'lsin va Alloh bizni bu bugungi duolarimizni qabul qilsin va bu kunga va'da qilingan mukofotga ega qilsin. Eng asosiy maqsad shu. Bu 1000 oy degani 84 yilga yaqin. 83 yil 4 oymikin yo 84 yil 3 oy shunaqa deydi. Bu 84 yil degani bitta yaxshigina umrda bu. Hozir 84 ga kirgan odamlarning o'zi kam qoldi. 80 ga ham yetmasdan vafot qilib qo'yganlar ham bo'lyapti-da. Shuning uchun bu yaxshigina umr demoqchimiz. Bir odamni demak bitta butun umriga to'liq savobini bir kechada berar ekan Alloh. Bu nima uchun bunaqa bo'ldi desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni boshqa ummatlardan kam bo'lmasin ummati. Chunki Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ba'zida o'ylanib o'xsinar ekandilar. Avvalgi ummatlarda o'rtacha yoshi 150 yil, 200 yil bo'lganda, o'rtacha yoshi 150 yil, 200 yil yashagan. 400 yil, 500 yil yashagan, 1000 yil yashaganlar bo'lganda, ular ko'p yashadi. Ularda amali ko'p bo'ladi. Qiyomatda meni ummatim amal oz bo'lib qoladi degan xayol kelganda Alloh taolo mukofot qilib mana shu kechani berdi. Bu har yili bo'ladigan kecha bu. Lekin buni topgan topadi. Buni imkon qilgan, buni izlagan topadi. Va albatta biz bugun buni topamiz degan umidimiz bor va albatta bu yerda qilinadigan duolarimizni Alloh qabul qiladi degan umid qilamiz. Shu kechada birgalashib chiroyli duo qilsak, inshaalloh ko'pchilikning duosi, bu bir kishining duosi bo'lmaydi. Yolg'izning duosi qiyin. Alloh bilan bog'langan bo'lsa-yu mayli.
lekin qalbimiz turli o'y hayolda chalg'ib turgan paytimizda bizni oramizda bitta yaxshi inson bo'lsa, qalbi Alloh bilan bog'langan odam bo'lsa, o'sha odamning hurmatidan, o'sha odam amin degan sababidan hamma bu jamoatimizdagi minglab odamlarning duolari bugun qabul bo'ladigan kun. Mana shu kundan demak chiroyli holatda foydalanib qolaylik. Endi boya aytganim Zalzala surasi bor, bu bugun o'qiladigan poramizda degan edik. Zilzila bu endi o'sha qiyomat bo'lgandagi eng katta zilzila. Hozir bu palon joyda 8 bal bo'libdi, palon joyda 9 bal bo'lib desa, odamning rangi o'chib ketyapti. Bu undan da dahshatli bo'ladigan zilzila bor qiyomatda. Undan da dahshatli zilzila bo'ladi. O'sha zilzilaning kuchliligini tasavvur qilish uchun mana bu oyatni o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna robbaka awhalaha. O'sha zilzila bo'lgan paytida boshdan o'qiymiz ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha va akhrajatil ardu athqalaha. Vaqtiki yer o'ziga xos zilzilaga tushsa, ya'ni bu o'ta qattiq bir zilzila bo'lsa-ki, deyapti, yer o'z yuklarini otib chiqarsa. Endi yerni tagidagi qimmatbaho toshlar chiqib ketish uchun qancha qimirlash kerak? Bu odamda tasavvurga mumkin bo'lmagan narsa. Shunaqa qattiq, shunaqa shiddatli bo'ladiki, uni ichidagi hamma ma'danlar, hamma xazinalar, hamma narsalar demak yer yuziga chiqib qolar ekan. Shunaqa bir dahshatli zilzilani demak xabarini beradi. Va shunda inson aytar ekan, bu yerga nima bo'lyapti deganda, bu yer o'sha kunda o'z xabarini aytayapti. Chunki Alloh bunga shuni vahiy qildi deydi. Yawma idin yasdurun nasu ashtata liraw a'malahum. O'sha kunda odamlar amallarini ko'rish uchun joylardan guruh bo'lib qo'zg'aladilar. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah. Kim kichkina zarra og'irligicha yaxshilik qilgan bo'lsa ham uni mukofotini ko'radi. Va man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah. Yana kim zarra misqolcha og'irlikcha yomonlik qilgan bo'lsa ham uni jazosini ko'radi. Hech kim qilgan yaxshilik yo yomonlikni mukofoti yo jazosiz qolmaydi degan narsani bayon qiladi. Mana shu suralar bizni demak uyg'otishlik kerak. Va eng oxirgi Qur'oni Karimda eng oxirgi suralar bu Falaq va An-Nos suralari. Shu bilan demak Qur'oni Karim xatm bo'ladi, yakunlanadi. Bu suralarning ikkalalarining nozil bo'lishi sabablarini bir oz bayon qilib qo'yaylik. Bu ikkala oxirgi so'nggi suralar, Sura-i Falaq hamda Sura-i Nos, bularning nozil bo'lishining sabablari haqida ulamolarimiz tafsirlarda aytadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir Yahudi, ya'ni Labid deb ismlangan bir ismli Yahudi sehrlab qo'yadi. Shunaqa kuchli, shunaqa qattiq sehrlaydiki, qo'l oyoqlari harakatga kelmasdan yotib qoladilar. Allohning rasuli Payg'ambar sollallohu shunday sehrlaydiki, o'rinlaridan tura olmay qoladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Jabroil alayhisalom orqali mana bu oyatlarni nozil qiladi. Mana bu ikkala oyatni o'zi ma'nosi panoh so'rashlik, insonlar va jinlarning yomonligidan panoh so'raydigan ma'nolari bor. Mana shu ikkala surani o'qigandan keyin haligi sehrdan qutuladi va sehrdan najot topadi. Va buni biz ummatlarga ham shuni sunnat bo'ldiki, kimdir shunaqa g'ash bo'lsa, ko'ngli xijil bo'lsa, birov shunaqa ilm amal qildimikin, sehr jodu qildimikin degan xavf bo'lsa, shuni o'qish tavsiya qilinadi. O'zingiz o'qing shuni. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qiganlari kabi qo'lingizni ochgan holatda, xuddi duo qilayotganda ochib turganda oching, bunga ixlosni qo'shing, shu qul huvallohu ahadni qo'shing va orqalardan shu ikkala qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas o'qingda, o'qib bo'lgandan keyin qo'lingizni badaningiz yetgan joyga turting. Ana o'shanda inshaalloh kimnidir ilmi amalidan yoki sehr jodusidan omon bo'lasiz, salomat bo'lasiz, chunki bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xuddi shunday nozil bo'lgan sura. Va mana shu sura bilan demak bugun bizni bu yilgi xatmi Qur'onimiz yakun bo'lar ekan. Avvalgi kunidan kelib qatnashganlar bo'ldi. Kimdir o'rtada kelib kela olmay qolganlari bo'ldi. Mumkin bugun birinchi chiqqanlari bordir. Ularni ham Alloh qalbidagi niyatlariga yetkazsin. Ularni ham Alloh qalbini iymon bilan to'ldirsin. Ularni ham Qur'onga bo'lgan muhabbatini ziyoda qilsin. Va bu jamoatimizga bugun umid bilan chiqqan barchamizni Alloh noumid qilmasin. Har bir odamning o'zini so'raydigan so'rovi bo'ladi. Uni birovga aytadigani bor, aytmaydigani bor. Uni biladigan yagona zot Alloh. Bugun so'raymizki, birorta bir insonning duosi qabul bo'lmay qolmasin. Kim nima niyatda chiqdi, qancha bemorga Xudo shifo berdi, yana qancha farzandlarga Alloh farzand bersin.
Shu narsalarni bugun so'ngida inshaalloh so'raymiz, siz azizlar bilan birgalashib va Allohdan umid qilamiz bu kechani bizlarga xayr barakot nasib aylasin. Duo qilaylik. Amin. Ya Robbim, eng avvalo bizlarni mana shu Ramazonga yetkazganliging, xatmi Qur'onda qatnashtirganliging, bu bugungi xatmonada yakunida qatnashtirganliging, bu qadr kechasi turganligimizga o'zingga shukr aytamiz. Allohim bizlarni bu kechada ixlos va muhabbat bilan, o'zingga chiroyli ixlos, e'tiqod bilan bu bugungi qolgan xatmi Qur'onning yakunlarini ado qilib olib, so'ngida o'zingga qiladigan duolarimizni ham ixlos bilan duo qilib olib, bu duolarning ijobatini ko'rmoqlikni Xudo hammamizga nasib aylasin. Bu kechani bizlar uchun barakotli kecha qilgin. Bu kechani qadr kechasi deb umid qilar ekanmiz. Bizga ana o'sha va'da qilingan 1000 oydan yaxshiroq kechani savoblari, shu 1000 oydan yaxshiroq bo'lgan savoblarga ega bo'lish Xudo hammamizga nasib aylagin. Va sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqihi sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Namozimizni boshla olamiz. Hali yana bir 3 tasbih o'qigandan keyin bir 10-15 daqiqa biroz suhbatlashamiz yana.